Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar va hamjamiyat. Barchangizni Termiz shahrida joylashgan yangi klinikamizga taklif qilamiz. Manzil Shodlik mahallasi, Marjon ko'chasi, 2-B uy. Mo'ljal Bobur parkining orqa tomoni. Bu shunchaki klinika emas, bu sizning sog'lig'ingiz uchun yangi manzil. Professional jamoa, zamonaviy uskunalar va samimiy xizmat, bularning barchasi bu yerda. Family Dental Clinic bugunda o'z faoliyatini boshladi. Demak, bizning klinikamizni ko'rishingiz mumkin. So'nggi rusumdagi demak jihozlar bilan jihozlangan va ikkita vrach stomatolog uchun yaxshi sharoit yaratib berganmiz. Bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Demak, Italiya davlatida ishlab chiqarilgan Safir firmasiga aloqador bizning kreslomuz hisoblanadi. Ya'ni bu demak vrach stomatolog uchun hisoblanadi. Biz bunda demak o'zimiz knopkalar yordamida va sensor yordamida boshqarishimiz mumkin va bemorlar o'tira olish uchun demak ortopedik demak kreslolarimiz bo'ladi. Bu yerda ham ko'rsangiz bo'ladi. Xuddi shu Italiya davlatida ishlab chiqarilgan Safir firmasiga aloqador demak stomatolog kreslamiz bo'ladi. Bu yerda ham asosiy vrach ishlash uchun qo'l yordamida demak biz kresloni asosiy qilsak bo'ladi. Hop, bu yerda ham demak bizning bemorimiz patsient yotish uchun ortopedik demak uyimiz hisoblanadi. Hurmatli yurtdoshlar, barchangizni ushbu klinikaga taklif qilamiz.